akalar, ukalar, shogirdlar Jizzaxda o'tiribmiz. Men Jasur keldi. Nima demoqchiman? Jasur Hasanov. Eng legendalardan, futbolda legenda. Ko'plar bilmaydi. Masalan, Jasur bu masalan o'sha paytda 95-yil, 95-yil, 94-yil Oybek maktabda o'qirdim. Meni sinfdoshlarim bor edi. Misha, musulmon ismi. Kanaderdik. Pasha bo'lardi, Shaydi bo'lardi. Endi ko'p edi. O'g'illar, futbolist, futbolga boradi. O'zim ham yaxshi futbolchiman. Anton Nikolayevichga borardi, Antakosh derdik-da. Alloh rahmat qilsin, o'tib ketdi. Jasur tromka qilardi, yo'l posyolkada. Biz o'sha paytda qatnardik, shunaqa tez levi нападающий или правый нападающий levi bu shunaqa tez bola edi. Biz tengdoshmiz. Havas qilardik-da. O'sha paytda buni tengdoshlaridan bizni sinfda o'qiydiganlar ham ko'p edi. O'sha mana shu Mishalar ham, nimalar ham zo'r futbolist edi. Alloh nasib qilgan ekan, oramizdan mana shu bola chiqdi-da. Shu bola chiqdi, shunday otilib chiqdi. Men o'shanda 97-yil ketdim Toshkentga. Toshkentga ketdim, keyin o'qidim, keyin xizmat sport guruhiga xizmatga kirganimda bular sborniy komandaga keldi. Men hayron qoldim. Ular Jasur sborniy komandada yuribdi. 2002-yil bo'lgan ekan, voqea 2003-yil. Jahon chempionatiga tayyorlanyapti. Ular Ispaniya bo'lgan, Argentina bo'lgan, o'sha Ignat Nesterov bor edi, ko'plar bor edi, takoy anavi Genrix bu narsalar bor edi. Nesterovni bilaman. Nima demoqchiman? Eng veliki Jizzaximizdan chiqqan futbolistlar. Jizzaxdan chiqqan eng veliki futbolistlardan masalan ukam o'zi. Oybek bor. Nima demoqchiman? Legendalardan biri Jasur Hasanov. O'zimizni toza Jizzaxdan chiqqan masalan Jizzax o'shaning uchun duo ketgan deb bekorga aytmayman. Eng zo'r insonlar chiqqan. Ikkita prezidentimiz chiqdi. Mana ikkita bosh murabbiy chiqqan. Sharof Vasilievich ustozimiz, mana o'zimni aytadigan bo'lsam, mana shunaqa veliki futbolistlar chiqqan. Jasur Hasanov, Oybek Qilich, nima Jasur shu darajalik o'ringa chiqqan bo'ladi. Shuning uchun Jasur iloyim, mana shu kelib ko'rishganimdan xursandman. Xursandman. Endi Jizzaxda hamma Jasurni endi Jasur legenda-da. Shuning uchun chin yurakdan shu nima bilan aytyapman-da bu narsalarni. Ko'nglim to'liq yurakdan. Shuning uchun Jasur ko'rganimdan xursandman. Alloh rozi bo'lsin. Hamma yaxshiliklarni tilayman. Sog'lik omonlik. Rahmat. Rahmat.